Cheklangan xonadonlar lekin kattakon bonuslar. Yashil makon loyihasini yangi qurilayotgan ushbu blogidan 22-mart kuni soat 20:00 da onlayn taqdimot orqali ko'rib batafsil ma'lumotlarni olasiz. Juda ham qulay narxda kvartiralar siz uchun tayyorlab qo'yilgan. 23-dan xonadon sotib olganlarga esa mana shu maishiy texnika buyumlar shunchaki bonusga beriladi. Agar 10% to'lovni amalga oshiradigan bo'lsangiz, mana shu kattakon xolodilnik va televizorni mutlaqo sizga bonusga beramiz. 20% to'lovga esa xuddi shunga qo'shimcha pech ham qo'shib qo'ydik. 30% to'lov amalga oshiradigan bo'lsangiz, televizor, xolodilnik va mana shu ko'rib turgan barcha texnikalaringizni mutlaqo bepulga berishadi. 50% ga esa siz ko'rib turgan kir yuvish mashinasidan tortib, xolodilnikgacha hammasi siz uchun taqdim etiladi. Shaxsan menga 100% lik to'lov yoqdi. O'zi xonadonlarning barchasi patkuch holatda topshiradi, lekin siz 100% to'lov amalga oshiradigan bo'lsangiz, mana shu barcha maishiy texnikalar va jihozlarni ham sizga sovg'a sifatida taqdim etishadi. Batafsil ma'lumot olish uchun podrobniy tugmasini bosing, to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Aytgancha Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying, chunki onlayn taqdimot 22-mart kuni soat 20:00 da bo'lib o'tadi.